Ho'p, avvalambor assalomu alaykum. Backup YouTube kanali obunachilari, mana biz inomarka qatoridan inomarka narxlarini sizlar bilan to'xtab o'tamiz. Hafta kuni yakshanba, sanasi esa 25-yanvar 2026-yil Buxoro mashina bozoridan Captiva, Malibu, Cherry, xullas qanaqa mashina bo'lsa, shular obzorini ko'rib chiqasizlar. Biz unda videoni boshlaylik, kuzatishni davom eting. Ho'p, mana Captiva, Malibu xullas inomarkalardan boshlab oldik. Captiva 2, 2.4 mexanika deyishyapti. Bizning gazli uporlarida metan gaz balon qo'yilgan. 3-paketdan metan aka? 4-paketdan 2.65lik metan qo'yilgan. Yaxshi diska balonlar qo'yilgan, yangi balon. Qaror, qancha yozgan metanchasi bor ekan. Salon holatini ko'rishlaringiz mumkin. Kojinli salon, ikkita oltisida avagrefi ham bor. Mexanika korobkada monitor qo'yilgan. Xo'p, lyuk bor mashinada. Orqa qismidan ko'rishlaringiz mumkin. Parktronic ham bor. Orqasida ikkita 65lik metan gaz balon ham bor ekan, o'ralib qo'yilgan akkuratni qilib xullas. Tak. Xo'p, nechinchi yil ishlab chiqargan aka? Ishlab chiqargan yili 2011-yil ishlab chiqargan. Probegi 91 km masofani bosib o'tgan. Narx qancha deyapsiz? 11.600 aytish narxi 11.300 ga bitarmi aka? 11.300 ga bitadi. Telefon nomeringizni aytib o'ting. 93lik 622 98 77. WhatsApp, Telegram bormi? WhatsApp, Telegramlari bor ekan. Musofir ko'rgan akalarimiz aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Kuzatishni davom eting. Biz boshladik. Xo'p, navbatdagi mashinamiz Captiva 4 emas, Captiva 3 4 qilingan. Xullas kapotini ko'rishlaringiz mumkin. 3.2 motorda. Balonlar cho'chik holatda turibdi, yangi. Beton shmizalatsiya qilingan mashinamiz. Ishg'ol kiydirilgan avtomat korobkada, ikkita olsinida abagrefi ham bor, monitor qo'yilgan. Lyuk bor. Mumkin. 7 ta stena ham joy-joyda turibdi. Propanmi? Tabletkada? Tabletga propan gaz balonlar qo'yilgan. Xo'p, nechinchi ishlab chiqarilgan? 2015-yil ishlab chiqarilgan. 4 qilingan-da o'rda? Ora 4 qilingan. Probegi? 1 kruk 100 ming km masofani bosib o'tgan. Kraskasi? Tekrarda bor ekan, kraskasi boshqa toza deyapti. Xo'p, narxi qancha deyapsiz? 12.5. 12 ga bitadi-da. Ha. Telefon nomeringiz? 99lik 160 33 38. WhatsApp, Telegram bormi? Bor. WhatsApp, Telegramlar bor ekan. Musofir turgan akalarimiz aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Kuzatishni davom eting. Chista Captiva 4ni o'zidan topib qo'ydim. Xo'p, gazli uporlarda 2.4 motorda ekonomishni balonlari traktor balon to'xtabdi o'zi ham. Bemalol qishda yozda yurib beradi. Shmizalatsiya bo'lmagan, salon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Tindiq to'xtabdi, kojinli sidena, avtomat korobkada, monitor, lyuk bor. Xullas mashin tayyor to'xtabdi. Mana ol deb to'xtabdi o'zi. Hozir bagajini ham bir qator ko'rsatib o'taman. Bagaj xonalarini ko'rishlaringiz mumkin. Benzindami aka? Hozir egalaridan to'liqroq ma'lumotni olamiz. Benzindami aka? Benzinda 110 ming km. 110 ming km masofani bosib o'tgan, benzinda harakatlangan ekan. Yil nechi? 2017-yil. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi toza deyishyapti. Narxi qancha deyapsiz? 16 ya. 16 ga bitadi-da. 16 ga bitadi. Telefon nomeringiz? 94lik 549 0021 nomerlariga aloqaga chiqsangizlar bo'ladi. Captiva 4chamiz Malibu qidirayotgan akalarimiz uchun 1.5 turbinasidan topib qo'ydim.
Shumizalasi bo'lmagan. Salon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, materiallisida yana avtomatik korobkada monitor, xullas moshincha panorama tomlari bor. Orqa qismlarni ko'rishlaringiz mumkin. Elektroniklari ham bor, zavodskoy. Bagajxonalarni ko'rishlaringiz mumkin. Tindiq to'xtab turgan. Propan ustanovka qilib qo'yilgan ekan. Tak. Nechinchi yil ishlab chiqarilgan aka? 2020 ishlab chiqarilgan. Probegi 72 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Narx qancha deyapsiz? 21 ming so'raymiz, kam bor, kelishtirib beramiz. 21 ming aytish narxi 20 yarimga aytadi-da. Kelishtirib beramiz kelsalar. Bekatdan olmay chiqsangizlar kelishtirib beradilar. Telefon nomeringiz? 90lik 611 21 22. Xo'p, navbatdagi mashinamiz Captiva 3 ha? Captiva 3. Salon holatlari shumsalasi bo'lmagan, salon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Tiniq to'xtabdi. Kojinni preferensiyasini abagrev bor, avtomat korobkada, xullas mashinamiz tiniq to'xtabdi. Tak. Yettita stenasi ham joy-joyida turibdi, mashinamiz o'zi ham tiniq bo'lib to'xtabdi. Xo'p. Tak. Nechinchi ishlab chiqarilgan aka? Texpasmi 13 mi? Ha. 2013-yilga kuzib 14 xullas, Texpas 13. Captiva 3 motordan? Aha. 3 motorda. Benzinda. Probeg qancha? 111 ming yurgan. 111 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Balonchalar ham cho'tki to'xtatdi. Xo'p, kraska so'zan? To'za o'ng tomon orqa krelida bir qarich petnosi bor. Ha, boshqa joyga ratnoy. Javob. Xo'p, benzinda harakatlangan. Davens beriladi aka? Beriladi. Davens ham beriladi. Xo'p. Narx qancha deyapsiz? 13,5 ming so'raymiz. Kelishtirib. Yana yarim olib chiqishimizda. Biladimi? 13 ga. Mayli. Kelsalar siz 30 dan. Bekatdan ondan chiqsangizlar 13 mingga bitadi. Malibu 2. Nechinchi maysa 3 mi? Malibu 3, Malibu 2, Malibu 1. Malibu 1. Salon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Tiniq to'xtatdi. Tak. Avtomatik korobkada. Arqa salon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Tiniq to'xtatdi o'zi ham. Tak. Bagajxonalarni ko'rishlaringiz mumkin. Tak. Nechinchi ishlab chiqarilgan aka? 2012-yil 2012-yil ishlab chiqarilgan. Probegi 57 ming yurgan. 57 ming yurgan. Malibu 2, ya'ni Malibu 1 ni 3-paysani qanday ajratasizlar? Farasdan ajratasizlar. 14 dan 14 mi? Yo'q. Nechi? 12. 12? Ha, bu 3-paysalar bo'ladi-da xullas. Oyna xullas fara kir bo'lsa, o'z tozalaydi. Avtomatlarda 14 dan yuqorida bo'ladi yurmandimi? Tak, kraska soza? So'za. Yilchilik? Yili 12, 57 ming yurgan. 57 ming yurgan. Kojasi ham Matthew bo'lib to'xtabdi. Xo'p. Qarajat. Benzindami? Metan bitmi? Benzin, benzinda. Benzinda harakatlangan. Narxi qancha deyapsiz? Narxni o'ntirimiz kelishtirib beriladi. 13 ga bitta bilan. Siz 30 dan kelsalar yana birini o'tib. Bekap to'namdan chiqsalar, o'tib berishadi siz. Bilasizlarmi aka? Ha, o'laydi. Bular Captiva 3. Xo'p. Bu shumzalasi bo'lgan ekan, mashinamiz salon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Tiniq to'xtabdi. Kojinni sidena nima oldi ikkita sidena abagrev bor, avtomatik korobkada. O'zini zavodskoy monitori, zavodskoy rul. Lyuk bor, zavodskoy. Orqa salon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Anchagina keng, tiniq bo'lib to'xtab turgan. Tak.
bagajxonalarni ko'rishlaringiz mumkin. Metan gaz bilan qo'yilgan ekan mashinaga. Tak. Ma'lumotlarni hozir olamiz. Tak. Bu nechinchi yil ishlab chiqarilgan ekan? Bu ham 13 Bular xuddi 13 ga 14. UGC ekan rangi. Jemshuk. Bu Jemshuk bu oq. Shuni narxi 14 ming, 82 ming kilometr yurgan. 82 ming kilometr masofani bosib o'tgan. 14 ming dollar kelishtirib beramiz. Bular ham shu yarimni olib tashimizda. 500 dollar ya'ni 500 dollar. 13,5 to'g'rimi? 13,5 ga bitadi. Malibu 3-paysan bular. Ha, avtomat, Bular 3-paysa ekan, oq rangda. metan. Salon holatlarini ko'rishlaringiz mumkin. Tojinli sidena, avtomat korobkada, monitor, o'zimizga ruli, lyuk bor. Xo'p, shumizalasiga bo'lmagan aytganimizdek. Bagajxonalarni ko'rishlaringiz mumkin. Metandami aka? Metan gaz bilan qo'yilgan ekan, rang oq. Tak. Buni ma'lumotlar qanaqa? Ma'lumotlar 109 ming yurgan. Yili? Yili 12 ga 13. Tak, 4-pakalenda metan gaz qo'yilgan ekan. Yurgani. 109 ming dedingizmi probegini? Probeg 119 ming dedingizmi? 109 ming. 109 ming yurgan. 4 ta balon yangi. 4 ta yangi balon qo'yilgan ekan. Bemalol mebellarni ko'rishlaringiz mumkin. Bir hafta bo'lib qo'yilgan ekan. Ha, akkumulyator ham yangi. Xullas, mashina ishga tayyorda. Shunday olasiz, minib ketaverasiz bemalol. Prosta Ish rasxoti yo'q. ha, metan yoki benzin quysangizlar bo'ldi. Tak, kraskasi o'zan? Petnosi bor. Petnosi bor. Krel bilan ishga. Ha, boshqa joyi Liboy Proga jo'q. Narxi qancha deyapsiz aka? Narxini 13 mingga olib kelsangiz. 13 ming aytish narxi 12,5 ga bitadi-da. Bitadi nasib etsa. 12,5 ga bitadi. Sizlar uchun 4 ta mashinani obzor qildim. 4-sini ham 500 dollar tushirib beryapman. Captiva 2 ta, Captiva 3, 2 ta Malibu 1, 3-paysasi bor ekan xullas. Boshqa mashinalar ham bormi aka? Ha. Xullas, ana shu mashinalar. O'zlaringiz tanlab olasizlar, prosta videoni ko'rsangizlar bo'ldi. Joyinglar sog' bo'lsin. Shu bilan inomarkalari narx-navosini obzor tugadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.